Mana shu Baxmal tuman axborot kutubxonasiga 2021-yildan beri ozaman. Juda ko'p shu yerda kitoblarni o'qib, mutolaa qilib, o'zimga kerakli bilimlarni olib, bilimlarni boyitib boraman. Albatta, mana bu yerdagi xizmatchilar, kutubxona xodimlari ham juda yaxshi xizmat ko'rsatishadi. Turli kitoblar bor, turli mavzularda bor. Men Baxmal tumanining yoshlariga, o'rta yasharlariga, men keyinlariga shu tavsiya qilardim, kelib shu yerda bilimlarini oshirib o'qishlarini. Mana men so'nggi eng oxirida Viktor Suminning so'nggi va birinchi sutkadan degan kitobni o'qidim. Bu o'zimizning O'smat dahasidagi razvedchik Bahram haqida, mana shu razvedka haqida, nemislar haqida yozilgan. Mana shu o'zimizning Bahram Ibrohimov juda katta qahramonlar ko'rsatgan. O'rta Osiyoni o'sha davrda ikkinchi front ochilishidan solib qolgan. Diversantlarni hammasini bizlarga xabar berib turib, hamma niyatlarni barbod qilgan. Juda ham o'sha razvedkasi bilan haqlansalar, O'smat haqli. Mana shunga o'xshash kitoblarimiz juda ko'p. Bu yerda hammaga tavsiya qilaman.